Amerika Van Palatasının bu yıl 1 ayda kurulgan Xitay İşleri Alaydı Komiteti 28 fevral günü kurulgandan bu yanqı tunji qitimliq guvalliq yig'ini chaqirib, Xitay Kompartiyasining Amerikaga elib kelayotgan tahdidi to'g'risida ogohlantirish bergan. Shundaqla Amerika Xitoy orasidagi raqobatning 21 asrning yo'linishini bekitadiganligini bildirgan. Xitoy İşleri Alaydı Komitetining raisi Mike Gallagherning riyosatchiligida komitet a'zolarining to'liq ishtirok qilishi bilan o'tkazilgan guvalliq yig'ini sobiq Amerika hukumat amaldorlarining va kishilik huquq faoliyatchilarining bu tahdidga qanday taqobil turish to'g'risidagi fikrlarini olgan. Yig'inda komitet raisi Avam palata a'zosi Mike Gallagherning ta'kidlashicha, Amerika bilan Xitoy orasidagi strategik raqobat cho'yli to'p o'yin emas, balki hayot mamatliq kurash ekan. We must build upon as we investigate and expose Mike the ideological, Gallagher technological, Xitoy Kompartiyasining ideologiya, texnologiya, iqtisodiy va harbiy tahdidlarini tekshirishda va oshkorlashda shularni asos qilishimiz kerak. Balkim biz buni strategik raqobat deb atashimiz mumkin, lekin bu adablik cho'yli to'p musobaqasi emas. Bu 21 asrdagi hayotlikning qanday bo'lganligiga munosabatlik hayot mamatliq ko'rishidir. Reis Mike Gallagherning ko'rsatishicha, Amerika uchun Xitoyga qarata soddalik bilan hamkorlik qilib berish davri oxirlashgan bo'lib, Amerika Xitoyga qarata jiddiylik tuyg'usida harakat qilish kerak ekan. We must act with a sense of urgency. Mike Gallagher, biz cho'qim jiddiylik tuyg'usida harakat qilishimiz kerak. Men shuningga ishonamanki, bizning kelgusi 10 yillik siyosatimiz kelgusi 100 yilni belgilaydi. Biz Xitoy Kompartiyasining utopiyalik texnologiya kuchining hukm surishiga yo'l qo'ymaymiz. Shuning uchun biz o'tgan yarim asrning mutlaq ko'p qismida Xitoy Kompartiyasini tatliq so'z va hamkorlik bilan qo'lga keltirishga urinishdek xatoligimizdan saboq olishimiz kerak. Biz soddilik bilan iqtisodiy hamkorlikka ishinib yurganda, ular bizning yaxshi niyatimizdan foydalandi. Biroq hozir bu xomxiyol davri oxirlashdi dedi. Amerika Avam palatasi Xitoy İşleri Alaydı Komitetining Xitoy Kompartiyasining Amerikaga tahdidi nomli bu guvalliq yig'ini Amerika-Xitoy munosabati Xitoyning Rossiyani Ukraina urushida qo'llashi sababli texnik kaskinlashib, uning kishilik huquq, keng ko'lamdagi nazorat, Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilish, adolatsiz savdo, texnologiya, iqtisodiy va xalqaro josuslik, Tayvanga harbiy tahdid silish qatorliq qilmishlarga qarata texnik qattiq tadbir qo'llanishi talab qilinayotgan bir vaqt o'tkazilgan. Amerika hukumatining 2022 yil 6 oydan boshlab rasmiy yo'lga qo'yishga boshlagan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini qanday texmi unumli ijro qilish yig'inda muzokara qilingan temalarning biri bo'lgan. How do you recommend we ensure the new law imposing limits on yig'inda Amerika ishlab chiqarish birlashmasining raisi Scott Powell, Avam palata a'zosi Andrey Carsonning yangi qonunning Xitoyda majburiy emgak bilan bo'libmi Uyg'ur asonliq millatining majburiy emgakida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni cheklashiga kafolatlik qilishimizga qanday tavsiyalarda bo'lasizlar? Bu qonunning unumli ijro qilinishi uchun biz diqqat qiladigan qanday nuqtalar bor degan savolga javob bergan. Scott Powell'ning ko'rsatishicha, bu qonunni astoydil ijro qilish bu yerdagi oshqushliq masala bo'lib, cheklash doirasidagi nuqtaliq sohalarni kengaytirish kerak ekan. The Uyghur Forced Labor Prevention Act was I think a tremendous example of the bipartisan concern. It passed nearly Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniy partiyalar olqib, birdek ovoz bilan ma'qullanishdi va hukumatning qo'llashiga erishdiki nodir o'rnaklarining biri. Uning ijro qilinishi bu yerdagi xalqlik masala. Import qiluvchilar har bir qadamida buningga qarshi ish qiladi. Lekin biz buning natijasini ko'rishga boshladik. 2300 yo'llanma tutib qilindi. Lekin tamojna va chegara qo'g'dash idorasi g'oyat zo'r miqdordagi bu mahsulotlarga qarata o'zining iqtidorini davomli kengaytirish kerak. Biz yanala cheklash doirasidagi nuqtaliq sohalarning ko'lamini kengaytirish kerakligini ko'rib yetyapmiz. Scott Powell növbətdə Amerika tamojna tarmaqlarının asosiy nishoni polisilikon, pomidor, to'qimchilik mahsulotlarga qartilganligi, lekin buningdan keyin metal mahsulotlarga qartilish kerakligini bildirgan. Right now they include polysilicon, tomatoes, some fibers. Scott Powell hozir bu polisilikon, pomidor va to'qimchilik mahsuloti qatorliq buyumlarni o'z ichiga oladi. Lekin tadqiqotchilar tarafidan oshkorlangan dalillar zo'r miqdordagi avtomobil zapchastlarining Xinjiangga ketishligini
Ko'p qism dаңlıq avtomobil ishlab chiqaruvchilarning Şinjan'da ta'minlaguvchisi borligini oshkorladi. Shunga metal buyumlarni o'ylashga tegishli bo'lgan yana bir soha. Amerikaning sobiq davlat xavfsizlik maslahatchisi Mick Master yig'inda guvohlik bergan sobiq hukumat amaldorlarining biri. Onun ko'rsatishicha Amerika Xitoyning Amerika texnikasini ishlatib, Xitoyda Orwellchi nazorat davlati qurishi va irqiy qirg'inchilik qilishiga yo'l qo'ymaslik kerak ekan. Immensely important, I think, is don't help them perfect their technological Xitoy shirkatlarining Amerikaga qarshi farqli harbiy afzalliklarga erishishiga yo'l qo'ymaslik, shirkatlar vaqtlik foydani deb o'zining uzun muddatli manfaatini sotmasligi kerakligini ta'kidlab, mundaq deydi. Meningcha hammadan muhimi uning texnik jihatdan Orwellchi nazorat davlati qurishi va irqiy qirg'inchilik qilishiga yordam bermaslik kerak. Meningcha Rossiya Ukrainaga besib kirganda shaxsiy shirkatlar biz Vladimir Putin va Rossiyaga yurgizgan jazodan ortiq tadbirlarni qo'llandi. Masalan, men irqiy qirg'inchilik masalasining davlat miqyosidagi texmo keng talash tortishlarda bir ESG masalasi bo'lishi kerakligiga ishonaman. McMasterning qarashicha Xitoy Amerika uchun sobiq Sovet ittifoqidan cho'ng tahdidga. Because of the complexity of it, especially the interconnectedness. U Avam palata a'zosi Carlos Jimenezning bu vaqtdagi bir savoliga javob berib, bunday dedi. Chunki buningdagi sabab uning murakkabligi va Xitoyning dunyo iqtisodi bilan bo'lgan bog'lanishidir. Iqtisodiy va josuslik nuqtasidan olganda uning harakatining ko'lami mislsiz. Biz ilgari hech bir vaqt Sovet ittifoqiga Xitoy Kompartiya amaldorlariga va a'zolariga bergandek bunday imtiyoz berib boqmagan. Xitoy hukumati Amerika Avam palatasi Xitoy ishlari alohida komitetining mazkur guvohlik yig'iniga qarata hozirga qadar inkos bildirib boqmadi. Lekin buning oldida yana 28 fevral kuni Xitoy tashqi ishlar ministri Chingang BDT kishilik huquq kengashining 52 navbatdagi yig'inida sin orqali so'z qilib, ba'zi davlatlarni kishilik huquqni bano qilib Xitoyning ichki ishlariga aralashmoqda deb ayblagan. Uning qarashicha hech qanday davlatning kishilik huquq sotchisi bo'lish salohiyati yo'q ekan. Chingang so'zida ba'zi yomon g'arazli kuchlar izchil Xitoyning Xinjiang va Tibet ishlariga aralashib, Xitoyga hujum qilish va qarshi surkashgan, Xitoyning taraqqiyotini besishga urinib kelmoqda degan. Lekin u bu yomon g'arazli kuchlarning kim ekanligini tilga olmagan. Xitoy hukumati nurg'un yetarli dalillar e'lon qilingan bo'lsa, lekin o'zining Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik qilganligini izchil rad qilib, buni Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlarining tuhmati degandek tushuntirib kelmoqda.